mana shu gitar orqali artist loyihasida o'zini muxlislariga ega bo'lgan yosh xonanda, haqiqiy ijodkor Elyorbek Meliboyevni bugun konsert dasturiga keldik va har doimgidek biz sahna ortidamiz. Deyarli 1 soatdan so'ng konsert dasturi boshlanadi va kadr ortidagi jarayonlarni esa bizning ko'rsatuvimizda ko'rishingiz mumkin. Mana zalni ko'rsatamiz. Qadrli teletomoshabinlar, mana bu o'rindiqlar hozir to'ladi hammasi, chunki biletlar 2-3 kun oldin sotilib bo'lgan. Bilsang bo'ldi bu qalbimga faqat o'zing kerak. Shuncha azob chekkan yuragim dardidan xabaring bormi? Xabaring bormi? Bor, assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar? Mana ko'rib turganlaringizdek, bizda hech kim ko'rmagan kadr orti jarayoni. Har doim o'sha xalqqa biz chiroyli narsa taqdim qilishga harakat qilamiz va hozir ham shuni harakatidamiz. To'g'risini aytsam, hozir men to'g'ri Toshkentdan mashinada yetib keldim. Bundan oldin Tojikiston davlati dedik. Davlatimiz rahbari Tojikiston rahbari bilan ko'rishganda o'sha borib tadbirlarni o'tkazib keldik. Nasib qilgan ekan, mana ulgib kelib oldim. Men ulgurmayman deb o'ylagandim. Shu Davulchi boshqa. Buni o'zi boshqa jamoalarda ko'proq muzikantlarga qattiq gapiriladi va bu jamoada ko'proq menga qattiq gapiriladi, chunki uzoq yo'ldan keldim, ozgina kech qoldim repetitsiyaga. Lekin bolalar mensiz ham yaxshilar. Chunki hammasi xo'piz, hammasi. Aka hozir gapiryapti shu haqda aka. Mehrim daryo emas. Umon. Mabodo unga tushib qolgan odam eng tub-tubiga qarab so'kib ketadi. Kerak bo'lsa qirog'ini topadi qaradi. Shunga cho'kib o'raman. Ana. Repetitsiya jarayoni davom etyapti. Soat necha bo'ldi mana? 10 ta kam 11. Lekin endi boshlandi, to'g'risini aytsam repetitsiya. Ertaga soat 9 yana shu sahnaga kelib boshqatdan boshidan generalniy repetitsiya qilishimiz kerak. Yomon emas, asosiysi kayfiyat. Vaqt tanlamaydi kayfiyat zo'r bo'lsa. Erta bo'lsa ham kayfiyat bo'lmasa, unda yaxshi bo'lmaydi. Bizning komanda soat 1-2 gacha ham bo'lib ketib qolishi mumkin. Ko'ramiz, kayfiyatga qarab. Bizni bolalar charchamaydi, energiya hamma yoshlardan tashkil topgan. Hammamiz vodiyni bolalari. Shu Farg'onada tug'ilib o'sgan, Farg'ona san'at kollejida o'qigan, Farg'ona mana shu san'atini bilimini olgan, yuragida o'ti bor bolalar hammalari. Siz ketdi, birga. Balandroq chal. Shabtoon birga. Shuncha azob chekkan yuragim dardidan xabaring undan devona bo'lgandim. Qani birga endi hammamiz birga. Shuncha azob chekkan yuragim dardidan xabaring bormi? Xabaring bormi? Xabaring bormi? Yo, demoqchimanki, baribir jonli ijroda-ku konsert. Ozgina nastroykasi, mana to'g'rilashlar, sound check deyiladi. Mana shu narsa sal baribir qiyinroq.
Gitaramni juda ham yaxshi ko'raman. Meni eng asosiy qurolim bu birinchisi ovozim bo'lsa, ikkinchisi gitaram. Doim men bilan как будто men bunaqa kiyimda qilib ketgan, to'g'risini aytsam. Yarim bo'lak. eldan beryapti, el. Xullas gitaraga ko'pchilik savol beradi-da. Gitaraga qiziqish qayerdan paydo bo'lgan? Yo'q, mashhur Endi vodichasiga gapirib o'ryapman, qayerdan, bag'idan bo'lyapti. boshqa so'zlar narsa yo'q. Gitaraga qiziqish qayerdan bo'lgan deb savol berishadi. Musikalniy maktabda o'qib yurganimizda bir bola gitarasini olib kelardi musikalniga. Men o'sha boladan gitarangizni bir marta chalib ko'rsam yoki ushlab ko'rsam maylimi deganda mendan qizg'ongan, to'g'risini aytsam. Keyin akam Rossiyada ishlardi. Akamga iltimos qilganman, gitara olib kelib bering menga ham deb. Endi u paytda menimcha sharoitimiz balki O'zbekistonda gitara olishga yetmagandir. Rossiyadan olib kelib bergan. O'shandan keyin gitaraga qiziqish bo'lib, mana ismlari nima deydi, temir simligi uchun yosh bola bo'lganman, chalib ko'rganman, qo'llarim og'rib ketgan. Bir 2 yil yoki 1 yilcha gitaram shkaf ustida turgan. Shu kollejga kirgandan keyin mana shu yurgan do'stlarimga qiziqib, gitarani qo'limizga olib, o'sha paytdan boshlangan. Deyarli bir 7 yildan beri gitara bilan biz birgamiz. Asosiysi Ruxsor TVga katta rahmat. Endi butun xalqimiz menimcha sahna ortidagi kadrlarda har doim ham ko'ra olmaydi. Ruxsor telekanaliga alohida rahmat. Mana shu sahna ortidagi bor haqiqatlarni ko'rsatib beryapsizlar. Omadinglar bersin. Siz ham to'g'risini aytganda men bilan bir xil mehnat qilyapsiz hozir. O'sha soat 2 gacha birga bo'lamiz. Bundan oldin Xalqlar do'stlik san'at saroyida konsert berganimizda bunaqa hayajon bo'lmagan, to'g'risini aytsam. Hozir kuchli hayajondaman. Ikkitani bitta qilib bo'ladimi? Keyin Chunki baribir shu shaharda o'sganmiz. Farg'ona shahrida shu tomoshabinlar o'rnida o'tirib men ham ko'p konsertlar kuzatardim va havas qilardim bir kun kelib nasib bo'lsa mana shu sahnalarda konsert beraman deb. Nasib qilgan ekan, lekin juda ham kuchli hayajon va kuchli mas'uliyat hozir. nima deyapsiz? Qaytar. Ish jarayoni qizg'in. Hayajonlanmayapsizlarmi? Eng qizig'i konsertimiz 2 seansda 100% jonli ijroda bo'lib o'tadi, xudo xolasa. Lekin men shuni bilamanki, agar muxlislarimiz bilaman farg'onaliklar juda ham yaxshi kayfiyatda bizni kutib oladi. Ular uchun men bir haftalab jonli ijroda konsert berishga tayyorman. Hozir mana ertagalik chiqadigan o'sha sozandalarimiz kayfiyatini so'raymiz, ketdik. Bizning jamoamizning eng pozitivniy mana a'zosi Asror aka Yo'lchiyev. Aka konsertga nasreniyalar yaxshimi? O'zim bugun jurnalist sifatida sizga intervyu olmoqchiman. Chotki kayfiyatlar. Tayyorgarlik ayniqsa. Shahrixondan yetib keldi aka. Shahrixondan yetib kelmadi. Shahrixonni necha kundan beri shattasaka 15-20 kundan beri shattada. Yashayapmiz. Biz qayerda bo'lsak akam ham shatda. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Keyingisi mana bloger, yarim bloger ukamiz Asrorbek. Eng asosiy biz sostavimizdagi eng asosiy vazifalarni bajaradigan ukam Asrorbek. Asrorbek kayfiyat a'lo. tarsilatib tashlaymiz ertaga. Gap yo'q. Eng o'zi nozik bo'lsa ham shu polni bas udarlar mana shu bo'ladi. Anaqa yo'qmi? Hayajon yo'qmi? Hayajon yo'q. Hayajon yo'q deyapsiz. Ertaga tremlar qilib tashamang hayajonda.
Mana ukam Hojibek yosh iste'dodli xonanda, sozanda, bastakor. Jicha minus taraflari bor, uni kadr ortida ham aytib bo'lmaydi, desam. Mana akamiz bugungi kunda eng asosiy insonlardan, qahramonlardan. Aka, nasriyni yaxshimi, charchab qolmayapsizmi? Deyarli shu 1,5 soat, 2 soatdan beri mana biz uchun jon kuydiryapti. Ertaga muxlislarga muzika yaxshiroq eshitilishiga asosiy sababchi inson. Kayfiyati yaxshi aka. Zo'r. O'zimni konsertimda o'zim jurnalistlik qilyapman. Intervyu olyapman. Jahon aka. 3 kunmi, 4 kun oldin mana shu saroyda ustozimiz Ahror Usmonovni jamoalarda ham chalgandilar. Aka, yaxshimi kayfiyat? Zo'r, xudo xolasa ertaga bomba bo'ladi aka. Ertaga birgalikda zo'r o'tadi, xudo xolasa. Mani ishga olsalar ham bo'lar ekan aka, Rusol telekanaliga. Yangi yo'limi? Bu, mana shunaqa qilib o'zim muxlislar yo'q ekanda hozir borib bittadan so'rab yuborardim. Yana kim bor? Shapalaqxo'r. Shapalaqqa qattiq bolalardan. Asadbek, yaxshimi kayfiyat? Zo'r. Siz ota-onangiz mana shu ekran ortida kuzatib turibdi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Konsertga kelinglar. Seriozli tutadigan akamiz mana Nozim aka. Hammada xarakteri har xil. Butun dunyoning xarakteri boshqa, bu odamniki boshqa. Dunyoni suv bosi O'rdek yig'amda. Nozim akaga. Aka, kayfiyat yaxshimi? Zo'r. Asosiy insonlardan. Bu odamni turishini ko'rib nima ish qiladi degan, to'yda bitta akamiz. Klavishda prosta turadi xolos degan. Ish qiladi. Birorta ish qiladimi o'zi degan, lekin asosiy ishlarni shu ekan bajaradi. Nozim aka, rahmat. Ertagalik konsertimiz yorug'ingizda o'tsin. Rahmat. Yana kimlar bor? Do'stlarimiz mana hamma shu sahnada bitta o'zim mikrofon bilan ko'ringanim bilan, lekin orqasida mana shuncha odamni mehnati prosta yotibdi. To'g'risi. Bu bitta meni ishim emas, butun mana shu jamoamizni shu ipidan ignasigacha mehnat qilayotgan o'sha sahna ortida ko'rinmagan insonlarning mehnati. O'sha yerda mana eng asosiy ishni bajarayotgan inson bor. Introdan boshidan kiramiz. Yaxshi ketdim tempo. Tempo yaxshimi? Pastdan. Yaxshi cholmasangiz o'zim cholaman. Yaxshi aytmasangiz o'zim aytaman. Hurmatli teletomoshabinlar, 2 haftaga yaqin tayyorgarlik ko'rildi. Kechangi repetitsiya jarayonlariga keldim. Oxirigacha tura olmadim. Lekin siz ketganingizdan keyin ham davom etdi. Soat shu 1:30 gacha bo'ldi repetitsiyamiz. Kechasi 1:30 gacha. Endi ozgina kamroq uyqu bo'lgan, lekin energiya, kayfiyat zo'r aka. Xudo xolasa bugun yaxshi bo'lib o'tadi degan umiddaman. Quvvatga to'lib chiqdingizmi? Kecha endi ozgina repetitsiya qilganmiz-da, butun boshli konsert baribir jonli ijroda bo'lganligi uchun nima deydi? Baribir yaxshi sifatli narsani berishni xohlaymiz xalqimizga, muxlislarimizga. Shuning uchun kecha to'g'risi oxirgi kunligini hisobga olib shu 1:30 gacha bolalarni olib o'tirdim. O'zlari ham shuni xohlashdi, chunki baribir ishimizda chalalik yo'q. Yanada mustahkamroq mana shu o'zimizga yanada ishonchni ko'paytirish uchun, lekin ishimizda chalalik yo'q. Xudo xolasa zo'r bo'lib o'tadi. Nechta qo'shiq bugun konsertda bor aytiladi? Bugun jami 17 ta qo'shiq ijro qilinadi. Endi mehmon san'atkor do'stlarimiz bor, shogirdim, keyin ukam bor, Hojiakbar, Shohruxxon aytadi. O'shalar bilan bo'lib shu 20 tacha bo'ladi. Hozir mana soatimiz 3 ta kam 2 bo'ldi. Konsert menimcha ichkarida muxlislarimiz kelishni boshlagan. Administrator telefon qilyapti. Alo. Mana kiryapman aka, kiryapman. Orqadamiz hozir. Mana mashinani oldidamizda, mashinalar qo'ygan joyimiz. Ichkarida aka to'paling. Kutishyapti haqiqatdan. San'atkor qani bo'lyapti. Hayajon bormi endi baribir? Hayajon bor aka. Kecha aytdim-ku, va alaykum assalom, yaxshimisiz? Kecha aytdim-ku, Drujba o'sha Xalqlar do'stligi saroyida ham bunaqa hayajon bo'lmagan. Hozir endi kamerani oldida o'zimni shunchalik darajada tutib, bosiqlik bilan gapiryapman. Tak
Hayajon million aka. Bilinib qolmasin deb sal o'zimni xotirjamroq his qilyapman. Endi baribir muxlislarimiz oldida xotirjamroq his qilmasak bo'lmaydi. Mana bu viloyatlardan kelgan ham Qashqadaryodan bitta muxlisimiz kelgan. Qashqadaryodan, Olmaliqdan, yana Andijondan, Farg'onamizdan tashqari. Qandaydir yozib, qanday bilintirishyapti endi bu? Uni menga yozishadi. Primoy efir qilganimda, jonli efir qilganimda Instagramga yozishadi. Aka biz Qashqadaryodan boryapmiz, aka biz Andijondan, aka biz Olmaliqdan mana shunaqa. Borlariga shunaqa. Ijodkor uchun bundan baxt yo'q. Bugun men to'g'risini aytsam, nima deydi? Zalimiz, sahnamiz to'ladimi, to'lmaydimi? Men asosiy e'tiborim unda emas. Bugungi konsertimizga biz o'sha ashaddiy muxlislarimiz kelgan edi. Meni bor e'tiborim bor o'sha qaratilgan nima deydi? E'tibor xullas. Asosiysi shu. Masalan, nechta odam nechtadir kelmasligi mumkin. U gap zalda to'lishida yo to'lmasligida emas, asosiysi eng ashaddiy muxlislarda menga bo'lgan o'sha muhabbat. Men bilamanki, bugungi o'tiradigan muxlislarimiz konsertimizni oxirigacha tomosha qilishadi degan umiddaman. Mana Andijondan kelishgan muxlislarimiz bor. Menimcha qalaysizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Rahmat. Ustozingiz haqida hech gapirmagan ekansiz. Hech qaysi intervyuda? Ustozlarim juda ham ko'p. Musiqa maktabida meni o'qitgan, ayol o'qituvchi o'qitganlar, Nargiz opamiz Turdiyeva. Keyin kollejda, san'at kollejida Dilshod aka, Toshaliyev ustozimiz o'qitgan, Komil aka, Mamad Sidiqov. Ustozlarim juda ham ko'p. Institutda Ma'mur aka, hozir oliy o'quv yurtida. Ustozlarim juda ham ko'p. San'atkorlardan meni qo'limga gitara olib qiziqishimga sababchi inson Qodirjon Ahmedov. Ustozimiz Qodirjon Ahmedovlar. Xudo xolasa bugun harakat qilamiz. Hozir konsert to'palini bilan bo'lib, to'g'risi ayta olmadim. Soat 18:00dagi konsertimizga taklif qilaman. Mana konsertdan bo'shab, hech bo'lmasa telefon qilib bo'lsa ham taklif qilamiz. Rahmat. Ha bo'ldi bu. Assalomu Bo'ldi, aslo chiqinglar, bo'ldi. Chiqinglar. İkinci mikrofonu beraman videoya ikki. Islom aka, duo qiling. Amin. Bormisizlar, omonmisizlar. Artistlar orasida munosib ishtirok etib. Dargin yutib ado bo'lgan suyganingdan bilsang bo'ldi bu qalbimga faqat o'zing kerak. Shuncha azob chekkan yuragim dardidan xabaring bormi? Xabaring bormi? Xabaring bormi? Ishqingga devona bo'lgan qilib oshiqdim.
sahna ketyapti. Kim bor pastda? Hayajon yaxshimi? Bosildimi hayajon, ancha? Nima? Shunaqa bir erkin maza qilib harakatlanyapman. Muxlislarimiz qo'rqitadigan muxlislar emas ekan. O'zi unaqa muxlislar yo'q, aytyapman. Hammasi samimiy kulgu bilan, ochiq chehra bilan maza qilib xato qilsak ham bo'laveradi deb o'tirishdi. Men hayron qolganim katta onaxonlar o'rnidan turib o'nga tushyapti. Men hali ko'rmaganman bunaqangi konsertni. Rahmat. Zo'r. Men o'zim ham ko'rmaganman. Aka birinchi marta ko'rib turibmiz ekan. Premyera bo'lyapti. Premyera bo'lyapti. Zo'r. Rahmat Aka, zo'r cho'tki. Davom etamiz. Bugungi konsert dasturimizni boshida sizlar menga agar bor energiyalarni bersanglar, mana oxirida hamma energiyani shu 2 barobar qilib o'zlaysiz ekan. Sahnaga chiqishni olmayaptimki, hozir biz konsertimizga kelayotgan insonlar birortasi majburiy kelmayapti. Masalan, men sizda ham bo'lgandir yoshligingizda. To'g'rimi? Aqlim sabrimga hayron. Yangi premyera boshlaymiz. Marhamat. Ortga bir bor qaramay, bir so'z demay, indamay, xuddi begonalarday ketsang, qanday chiday, yolg'onmidi va'dalar, qayda qoldi qasamlar, bizni baxtli etgan kunlar, qaytmas ortga Buzuldi paymon, topganim bo'ldi armon. Buzuldi paymon, topganim bo'ldi armon. Aqlim sabrimga hayron, aqlim sabrimga hayron, aqlim sabrimga hayron, aqlim sabrimga hayron. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Menimcha konsert dasturimiz ko'pchilikga yoqdi. Yomg'ir. Dam olsanlar aytib beraymi yana boshqa? Yo'q. Oyoq kiyimish. Andijondanmi? Xush kelibsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Jalol boboni aytdimi? Rahmat. Salomat bo'l. Mana sovg'alar bor ekan, sovg'alarni olamiz. Rahmat. Rahmat singlim, salomat bo'ling. Rahmat. Hammalaringizga kattakon rahmat. Bolalarga shukr. Sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Tomoshabinlarni olding mas'uliyat qay darajada bugun oqlandi? Qay darajada nima deysiz endi so'nggi xulosa? Hech nima bo'lmayapti hozircha. Lekin muxlislarimiz tugadi deb o'ylamadim to'g'risi. Konsert dasturimiz tugaganini bilib turib ham menimcha yana davom etsa kerak. Muxlislarimiz shunaqangi tayyorki, yana bir 1 soat, 2 soatga bemalol maza qilib eshitishga tayyor. Menimcha hozir 2 seans-ku bugun. Soat 6dagi konsertimizga ham qaytadan kirishadi. Adashmasam shunaqa bo'lsa kerak. Bileti yo'qlarni ham kirish imkoni bormi? Bileti yo'qlardimi? Ha. Menimcha kirish imkoni bo'lsa kerak. Tomondan qanaqadir sovg'a bo'ladi. Mayli, imkoni bo'lsa kerak menimcha. Endi organizatorlar bilan kelishamiz, chunki baribir buni ustida turgan boshqa inson boshliq bizda. Masalan, bu konsert tashkilotchilari bor. Ular bilan bir maslahatlashib ko'ramiz agar
rozi bo'lishsa. 2 kun mobaynida siz bilan bo'ldik. Katta rahmat aka. Tayyorgarlik jarayonlari va bugungi konsert juda ham zo'r. Tomoshabinlar bilan endi Mana kelolmagan muxlislarimiz menimcha hozir mana shu telekanal orqali bizni kuzatishyapti. Albatta sizlar ko'proq ko'rdinglar yo qaraganda masalan tomoshabinlarga nisbatan sahna ortidagi kadrlargacha mana akamiz yoritib berdilar. San'atkorlarga qanchalik qiyinligini, jonli ijro qanaqa baribir qiyinligini. Rahmat sizga aka. salomat Ozgina hayajonda nafasim rostlanmayapti. Shunga uzr so'rayman. Judayam zo'r aka. Aka, Sizga rahmat. katta rahmat. Shunchalik e'tibor qilib kelganlar uchun alohida rahmat. Ko'rsatuvimizga rozi bo'lib, ko'p deganingiz Yo aka, men yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan lavhalarimiz, jarayonlarimiz shulardan iborat edi. Ruxsor telekanalidan uzoqlashmang. Keyingi ko'rsatuvlarda yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Ben işledim ergen